Yoshlar ko'p vaqtlarini ochiq havoda, ota-onalari e'tiboridan yiroqda o'tkazadilar. Bu hol esa ayrim jinoyatchi unsurlar qaysi millatga mansub bo'lishidan qat'iy nazar xotin-qizlar taqinchoqlar taqishni yaxshi ko'rishadi. Huquqlarni himoya qilishda advokatlarning alohida o'rni bor. Navbatdagi lavhamiz advokat 21-oktyabrda O'zbekiston Respublikasining davlat tili to'g'risidagi lavhamiz atrof muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish va tabiiy go'zalliklarni asrash 21-asr dunyo bo'yicha bilimlar asri bo'ladi deb e'tirof qilinmoqda. Yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Xabaringiz bo'lsa, boshqa mamlakatlar hududiga o'tish uchun odatda ana shu davlat vizasini olish talab qilinadi. Yurtimizning barcha akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bitiruvchilari ayni kunlarda bitiruv oqshomi. Mamlakatimiz parlamentning oxirgi sessiyasida respublikamiz prezidenti tomonidan ushbu masalaga so'nggi 2 kun davomida poytaxtimizdagi Grand Orzu mehmonxonasida respublika advokatlari uchun iqtisodiyot va yondosh sohalaridagi jinoyat mamlakatimiz tadbirkorlari o'rtasida an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadigan tashabbus ko'rik tanlovi joylarda davom etmoqda. Tekshiruvchilarning mamlakatga qadam qo'yishidan oldin BMT ayrim shartlarni bajarishi lozimligini ma'lum qildi. Assalomu alaykum. Davr informatsion dasturining maqsadi Andijon shahridagi voqealar sovuq kunlarning boshlanishi issiqlik energiyasiga bo'lgan talabni yanada oshiradi. Xususan, elektr energiyasidan maqsadli va samarali ishga tushirilib, O'zbekistonning yagona elektr tarmog'iga quvvat uzatish. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, Navro'zi olam tom ma'noda o'zining ruhi va g'oyalari bilan insonning doimo ona yer va tabiat bilan hamnafas bo'lib yashashi. Assalomu alaykum. Efirda Davr informatsion dasturi, studiyada Nodira Tursunova. Toshkent arxitektura qurilish institutida 2009-o'quv yili bitiruvchilarini ishga taqsimlash va joylashtirish masalasiga bag'ishlangan taqsimot komissiyasining amaliy anjumani o'tdi. Shuningdek, Best of Uzbekistan 2010 ko'rgazmasi doirasida seminar va treninglar, taqdimot marosimlari hamda dasturiy ta'minot bozoridagi bo'sh ish o'rinlari yarmarkasini o'tkazish ham rejalashtirilgan. Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsilotlari bilan efirda Davr dasturi, studiyada Shahnoza Usmonova. Avval dasturimizdan o'rin olgan xabarlar haqida qisqacha ma'lumot. Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorij hayotiga oid yangiliklar, voqealar, xabarlar tafsiloti bilan efirda Davr informatsion dasturi, studiyada Najot Nur. Dastlab dasturimizdan o'rin olgan xabar va lavhalar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman hokimligi mas'ul xodimlari, tijorat banklari vakillari va tumanda faoliyat olib gerbi va uning jamiyatimiz hayoti va taraqqiyotidagi o'rni haqida muxbirimiz Gulnora Yunus 28-fevralgacha davom etadigan mazkur tadbirlarda ko'plab xorijiy davlatlarning 150 dan ortiq kompaniyalari bizning fan, ta'lim, sog'liqni saqlash, adabiyot, san'at va boshqa qator ijtimoiy sohalarda faoliyat yuritayotgan xodimlarning hamda profilaktika kuni munosabati bilan joylarda bola huquqlarini ta'minlash, ajrimlarning oldini olish, aliment undirish yuzasidan olib borilayotgan ishlar Milliy muzeyiga ham tashrif buyurdi. Shuning bilan